Ana til demek, Uygurnu söymek. Kerip atqanыңla Uygur ana til ösmürler kanalı. Ana til. Selam. Lezzet mübarek. Assalamu alaikum Novruz mübarek olsun. Assalamu alaikum Novruz mübarek olsun. Assalamu alaikum Novruz bayramınız mübarek olsun. Novruz bayramınız mübarek olsun. Novruz mübarek. Assalamu alaikum Novruz mübarek olsun. Novruz bayramınız mübarek olsun. Assalamu alaikum Novruz bayramga mübarek olsun. Assalamualaikum Novruz bayramga mübarek olsun. Assalamualaikum Novruz mübarek olsun. Assalamualaikum Novruz mübarek olsun. Novruz mübarek olsun. Assalamualaikum Novruz bayramları mübarek olsun. Assalamualaikum Novruz mübarek. Bahar geldi Novruz, girdi kuyaş nurlandı cahan. Gömdü kainat şad kuramlıkka, küldü dulatı bu baharga. Gömdü kainat şad kuramlıkka, küldü dulatı bu baharga. Geldi göklen, küldü Novruz, söydü bağlani sabah. Kirdi zenger, tüske asman, külde patlandı hava. Assalamualaikum yumran kalpleri sudek pak umak konçillerimiz. Bu san altın beşik programımızda mevsimlerinin erkisi bahar peside ötküzüldüğün barlık Türkiye milletlerinin ortak bayrimi Novruz hakkı toktulup ötümüz. Uygur Akademisi ve Ana Til Televiziyasının Novruz bayramıga tapışlagan maxsus filmini sizlar bilan ham bahirlanish orqali Novruzga bo'lgan tushunchalarni chunqurlashtirishni loyiq ko'rdik. Qayni diqqatinglar maxsus filmimizda bo'lsin. Novruz bayrami Uyg'urlarning uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida madaniyat yaratish va madaniyat qabul qilish asosi shakllantirgan, shundoqla ajdoddan avlodga davomlashib kelayotgan ommaviy asosi kuchlik, qadimiylikka va umumiylikqa ega an'anaviy bayramlarning biridir. Novruz aslida farscha kalima. U farschadagi Navruz kalimasining Uyg'ur tilidagi o'zgargan shakli. Söz ma'nosi jihatdan bahar yomg'iri va bahar oyining birinchi kuni degan ma'noda. Novruz bayrami shamsiy kalendari bo'yicha qishning oxirlashib, baharning boshlanish kuni, ya'ni kun bilan tun tanglashgan bosh baharning birinchi kuni o'tkaziladi. Novruz bayrami Türkiye milletlerinin yeni yıl bayrami. Bu an'anaviy bayram biz Uyg'urlarning turmush odatida intayin cho'ng ta'sirga ega. Xalqimiz Novruz bayramini adabiyot san'at faoliyati, at baygisi, o'g'loq tortishish, chelishish, qo'chqor so'qishtirish, it talashtirish qatorliq an'anaviy faoliyatlar, basketbol, voleybol, futbol, arqon tortishish qatorliq zamonaviy turdagi faoliyatlarni tashkillash orqali tabriklab kelmoqda. Novruz inoqlik bayrami.
Novruz dostluq bayrami. Novruz ittifaqlıq bayrami. Assalamu alaykum kichik do'stlar. Men Anatol televiziyasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan xursandman. İsmim Rafkat. Milletim kim desa men deyman Uyg'ur. Ha bu so'z jaranglar ajoyib mag'rur. Ajdoding kim desa men deyman jahon. Zimini do'st tutgan ulug' va inson. Ana til demek Uyg'urni sevmek. Kerip atqanыңla Uyg'ur ana til o'smirlar qanili. Ana til